Men 6 yoshda bo'lganimda ikki xonali uydagi shinam kravatda uxlar edi. Kravat ikki xonali, juda shinam va bo'sh edi. Tepasi esa meni akamga qarashli edi. U kechasi bir o'zi qolishdan juda qo'rqar edi. Qisqasi men kechasi yolg'iz qoldim. Ustimda qandaydir narsa sakrayotgandek bo'lar edi. Menimcha bu shunchaki men qandaydir dahshatni ko'rdim deb o'ylaganimdan bo'lsa kerak. Keyin men terlashni boshladim. Asta-sekin ko'zlarimni ochdim. Atrofda esa bo'sh xonani ko'rdim. Meni kichkina ayiqcham devor yonida turardi. Men unga qaradim, u meni tinchlantirdi va men asta-sekin uyquga keta boshladim. Men ko'zimni yumganimda qandaydir og'ir qo'l mening ustimda turganini his qildim. Lekin men turib ko'zlarimni ochganimda xonada hech kim yo'q edi. Lekin men o'z joyimga yotib yana uxlashni boshlaganimda bu hissiyot yana paydo bo'ldi. Men boshimgacha adyolni chiqarib yotdim. Shu payt ustim yana tega boshladi. Men buni oyim deb o'yladim. O'ylashga harakat qildim va unchalik e'tibor bermadim. Va shu tarzda oxirgi 22 yil shunday o'tdi. Men buni oyim deb o'ylardim. Oyimning aytishlaricha, ilgari bu uyda bir ayol yashagan ekan. Go'yoki u meni kuzatyapti. U meni qidirayapti.